Aziz yurtdoshlar, bugungi mavzu juda muhim. 1 avgustdan qariyalarga berilishi aytilayotgan prezidentning 21 million so'mlik yordami nimaga sarflanishi mumkin? Kim bu puldan foydalana oladi? Kimlar esa noto'g'ri tushunib, keyin ovora bo'lib qolishi mumkin. Men bu masalani oddiy tilda, hujjat, tartib va hayotiy misollar bilan tushuntirib beraman. Chunki bitta noto'g'ri gap, bitta mishmish yoki bitta firibgarning qo'ng'irog'i odamni nafaqat puldan, balki asabdan ham ayirishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Bu ma'lumot faqat pensionerlar uchun emas, ularning farzandlari, nabralari, mahalla faollari va qarindoshlari uchun ham kerak. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki bunday ijtimoiy to'lovlar, nafaqa, imtiyoz va yordamlar bo'yicha eng muhim tushuntirishlarni men sizga sodda qilib yetkazib boraman. Avvalo eng katta savolga javob beraman. Odamlar orasida 1 avgustdan hamma qariyalarga eng xil 1 million so'm berilar ekan. Prezident pul ajratibdi. Xohlagan narsaga ishlatsa bo'lar ekan. Pasport bilan borsangiz, darrov karta ochib berishar ekan degan gaplar yuribdi. Men bunday xabarlarni eshitganda birinchi navbatda bitta narsani tekshiraman. Rasmiy hujjat bormi, qaror bormi, farmon bormi? Hokimlik yoki ijtimoiy himoya organlari aniq tartib chiqarganmi? Chunki ijtimoiy yordam deganda har doim 3 ta narsa bo'ladi. Birinchisi, kimga beriladi? Ikkinchisi, qanday asosda beriladi? Uchinchisi, pul erkin sarflanadimi yoki maqsadli ishlatiladimi? Agar bu 3 ta savolga aniq javob bo'lmasa, demak odamlar orasida gap aralashib ketgan bo'lishi mumkin. Oldin qanday edi? Ilgari qariyalarga yordam asosan pensiya, nafaqa, saxovat va ko'mak jamg'armasi orqali moddiy yordam, tibbiy yordam, dori-darmon, protez ortopediya vositalari yolg'iz keksalarga ijtimoiy xizmat shaklida berilardi. Ya'ni hamma pensionerga bir xil pul tarqatish tartibi ko'p hollarda bo'lmagan. Kimning sharoiti og'ir bo'lsa, kim yolg'iz bo'lsa, kim nogironligi bo'lsa, kimning daromadi yetarli bo'lmasa, o'sha odamning holati o'rganilgan. Endi nima o'zgargan bo'lishi mumkin? Ayrim hududlarda yoki ayrim dasturlar doirasida keksalarni qo'llab-quvvatlash uchun maqsadli mablag' ajratilishi, xizmatlar paketi berilishi, uyda parvarish, dori-darmon, oziq-ovqat yoki sog'lomlashtirish bilan bog'liq yordam ko'rsatilishi mumkin. Lekin bu hamma qariyaga naqd 21 million so'm beriladi va uni istagan narsaga sarflaydi degani emas. Men aynan shu joyni alohida ta'kidlayman. Har qanday pul yoki yordamning sharti bo'ladi. Men sizga sodda misol bilan tushuntiraman. Agar davlat bir pensionerga 1 million so'mlik yordam ajratsa, bu 3 xil ko'rinishda bo'lishi mumkin. Birinchi ko'rinish. Pul to'g'ridan-to'g'ri bank kartasiga tushadi va odam uni o'z ehtiyojiga sarflaydi. Ikkinchi ko'rinish, bu pul naqd berilmaydi, balki xizmat sifatida ko'rsatiladi. Masalan, dori-darmon, tibbiy ko'rik, reabilitatsiya, oziq-ovqat to'plami yoki uyda parvarish. Uchinchi ko'rinish, mablag' muayyan ro'yxatdagi xarajatlar uchun ajratiladi. Masalan, faqat davolanish, faqat dori, faqat kommunal to'lov, faqat sanatoriy yo'llanmasining bir qismi. Shuning uchun nimaga sarflash mumkin degan savolga javob berishdan oldin bu yordam qaysi tartibda berilyapti degan savolni aniqlash kerak. Agar yordam maqsadli bo'lsa, uni televizor olishga, to'yga, qarz yopishga yoki boshqa birovga berishga ishlatish mumkin bo'lmasligi mumkin. Agar pul erkin moddiy yordam sifatida berilsa, unda odam birinchi navbatda o'zining eng zarur ehtiyojlarini yopishi kerak. Dori, oziq-ovqat, kommunal to'lov, tibbiy tekshiruv, uy sharoitini yaxshilash. Men birinchi navbatda yolg'iz yashaydigan keksalarga murojaat qilaman. Agar siz yolg'iz yashasangiz, farzandlaringiz boshqa shaharda yoki chet elda bo'lsa, daromadingiz faqat pensiyadan iborat bo'lsa, albatta mahallaga murojaat qiling. Chunki ko'p yordamlar ariza yoki o'rganish asosida beriladi. Meni o'zlari topishadi deb kutib o'tirmang. Mahalla xodimi hamma xonadonga bir kunda kira olmaydi. Ijtimoiy xodim ham hamma holatni darrov bilmasligi mumkin. Ikkinchi toifa, doimiy dori ichadigan pensionerlar. Masalan, odamda qon bosimi, qandli diabet, yurak kasalligi, bo'g'im og'rig'i yoki ko'z muammosi bor. Bunday holatda 21 million so'm juda katta boylik bo'lmasligi mumkin, lekin to'g'ri ishlatilsa, 1 oy yoki 2 oyga zarur dori-darmonlarni olishga yordam beradi. Masalan, qon bosimi dorisi oyiga 120 ming so'm, qon dorisi baqtaqli 1000 so'm, yurak dorisi 200 ming so'm bo'lsa, umumiy xarajat 500 ming so'mga chiqadi. Agar yana tahlil, shifokor ko'rigi va vitaminlar qo'shilsa, 1 oyda 800 ming so'm ketishi mumkin. Shunda yordamni birinchi navbatda sog'liq uchun ishlatish eng to'g'ri yo'l bo'ladi. Uchinchi toifa, uyda qarovchisi bor
lekin hujjatlari tartibda bo'lmagan keksalar. Ba'zan pensionerning pasporti muddati o'tgan bo'ladi. Bank kartasi ishlamaydi. Telefon raqami boshqa odam nomida bo'ladi. Pensiya kartasini o'g'li yoki kelini ushlab yuradi. Mana shunday holatlarda yordam kelganda muammo chiqadi. Pul tushdimi? Kim oldi? Nima uchun sarflandi? Pensionerning o'zi biladimi yoki yo'qmi degan savollar paydo bo'ladi. Agar sizning pensiyangiz vaqtida tushayotgan bo'lsa, hujjatlaringiz joyida bo'lsa, mahalla sizning holatingizdan xabardor bo'lsa, bank kartangiz o'zingizda bo'lsa, qo'shimcha vahima qilish shart emas. Lekin bu hech narsa qilmayman degani ham emas. Men har bir pensionerga va ularning farzandlariga maslahat beraman. Har qanday yordam masalasida rasmiy manbani tekshiring. Mahalla tuman ijtimoiy himoya bo'limi, pensiya jamg'armasi, hokimlik yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari orqali aniqlashtiring. Agar kimdir sizga qo'ng'iroq qilib 5 million so'm tushirib beramiz, kartangiz raqamini ayting, SMS kodini ayting, oldindan 1000 so'm to'lang desa, bu xavfli signal. Davlat yordami uchun SMS kod so'ralmaydi, karta paroli so'ralmaydi. Oldindan pul o'tkazish talab qilinmaydi. Men buni juda qattiq aytaman. SMS kodni hech kimga bermang. Hatto o'zini bank xodimi, mahalla xodimi yoki ijtimoiy himoya vakili deb tanishtirsa ham telefon orqali kod bermang. Birinchi misol. Toshkent viloyatida yashaydigan 2 yoshli ota bor. Pensiyasi 1 million 300 ming so'm atrofida. U har oy qon bosimi va yurak dorilarga 400 ming so'm sarflaydi. Qishda gaz va elektr uchun qo'shimcha xarajat chiqadi. Oziq-ovqat ham arzon emas. Agar unga 1 million so'mlik yordam ajratilsa, eng to'g'ri yo'l shunday bo'ladi. Avval shifokor yozib bergan dorilarni bir oyga emas, imkon bo'lsa 2 oyga olib qo'yish. Keyin eng zarur oziq-ovqat, masalan, un, yog', guruh, go'sht yoki tovuq, choy, shakar olish, qolganini kommunal to'lovga yo'naltirish. Bu pulni birdaniga yangi telefon, qimmat kiyim yoki qarindoshning marosimiga sarflab yuborsa, keyingi oy yana dori puliga qiynaladi. Ikkinchi misol, 68 yoshli ona yolg'iz yashaydi. Farzandlari Rossiyada. Unga yordam berilishi mumkinligi haqida qo'shnisi aytadi. Ona, men hech qayerga bormayman, o'zimga kerak emas deb o'tiradi. Aslida u uyda parvarishga muhtoj. Tizzasi og'riydi, poliklinikaga borishi qiyin. Bu holatda puldan ham ko'ra ijtimoiy xizmat muhim bo'lishi mumkin. Mahallaga murojaat qilinsa, uning holati o'rganiladi. Kerak bo'lsa uyda xizmat, tibbiy ko'rik yoki moddiy yordam masalasi ko'riladi. Demak, yordam faqat naqd pul emas, ba'zan xizmat ko'rinishidagi yordam ko'proq foyda beradi. Uchinchi misol, 25 yoshli pensionerning kartasi nabirasida. Pensioner pul tushganini bilmaydi. Nabirasi esa dori olib berdim deb aytadi, lekin aniq hisob yo'q. Bunday vaziyat oilada janjal keltirib chiqarishi mumkin. Men bu yerda farzandlarga shunday deyman. Keksaning puli keksaning o'z ehtiyoji uchun ishlatilishi kerak. Agar dori olinsa, chekni saqlang. Kommunal to'lov qilinsa, kvitansiyani ko'rsating. Oziq-ovqat olinsa, pensionerning o'zi bilsin. Bu nafaqat huquqiy, balki insoniy masala. Agar yordam erkin moddiy yordam sifatida berilsa, men uni eng avvalo 5 ta yo'nalishga sarflashni tavsiya qilaman. Birinchisi dori-darmon. Chunki qariyalarda eng katta xarajat ko'pincha doriga ketadi. Lekin dorini qo'shnining maslahati bilan emas, shifokor tavsiyasi bilan oling. Ba'zi odamlar bir-biriga mana shu dori zo'r ekan deb aytadi. Lekin bir odamga foyda bergan dori boshqasiga zarar qilishi mumkin. Ikkinchisi tibbiy tekshiruv. Ba'zan odam oylar davomida og'riq bilan yuradi. Chunki analiz topshirishga pul ayamagan bo'ladi. 20 million so'mning bir qismini qon tahlili, EKG, UZI, ko'z tekshiruvi yoki shifokor ko'rigi ishlatish kelajakdagi katta xarajatining oldini oladi. Masalan, qand kasalligini vaqtida nazorat qilmaslik keyin oyoq, ko'z, buyrak muammosiga olib kelishi mumkin. Vaqtida tekshiruv esa katta xavfni kamaytiradi. Uchinchisi oziq-ovqat. Lekin bu yerda ham reja kerak. Pul tushdi deb hammasini bir kunda bozorga sarflab yuborish to'g'ri emas. Bir oyga yetadigan asosiy mahsulotlarni hisoblab oling. Masalan, un, yog', guruh, grechka, tuxum, go'sht, sabzavot, meva, sut mahsulotlari. Qariyaning ovqatlanishi faqat non va choydan iborat bo'lib qolmasligi kerak. Sog'liq uchun oqsil, vitamin va sifatli ovqat muhim. To'rtinchisi kommunal to'lovlar. Elektr, gaz, suv, chiqindi, isitish xarajatlari vaqtida to'lansa, qarz yig'ilib qolmaydi. Ayniqsa yolg'iz keksalar qarzni keyin birdan to'lay olmay qiynaladi. Agar 20 million so'm yordam bo'lsa, uning bir qismini kommunal qarzlarni yopishga ishlatish oqilona bo'ladi. Beshinchisi uy sharoitini xavfsiz qilish. Masalan, hammomda sirpanmaydigan gilamcha olish, qo'l tutqich o'rnatish,
isitishni xavfsiz holatga keltirish, deraza yoki eshikni ta'mirlash, qishda issiq kiyim olish. Qariyalar uchun yiqilish juda xavfli. Bir marta yiqilish so'ng suyagi sinishi, uzoq davolanish va katta xarajatlarga sabab bo'lishi mumkin. Men bu masalada ochiq gapiraman. Agar yordam qariyaning ehtiyoji uchun berilsa, uni boshqa odamning kreditiga, to'y xarajatiga, telefoniga, qarindoshning biznesiga yoki keyin qaytaraman degan qarzga berish to'g'ri emas. Chunki bu pulning maqsadi keksaning hayotini yengillashtirish. Farzandlar ham buni tushunishi kerak. Ota-onaning puli oilaviy umumiy puldek ko'rinmasligi kerak. Yana bir xato yordam pulini ko'paytirib beraman degan odamga berish. Hozir juda ko'p firibgarlik bor. Pulni menga bering. 2 oyda 2 barobar qilaman. Tilla olib qo'yamiz. Aksiya bor. Internet orqali daromad qilamiz degan gaplar ayniqsa keksalar uchun xavfli. Davlat yordami yoki pensiya keksaning xavfsiz ehtiyoji uchun ishlatilishi kerak. Tavakkal savdoga emas. Endi eng muhim nozik masalalarga o'tamiz. Birinchidan, hamma qariyalarga bir xil tartib qo'llanmasligi mumkin. Yosh daromad, nogironlik, yolg'iz yashash, ijtimoiy reyestrdagi holat, mahalla xulosasi, tibbiy ehtiyoj kabi mezonlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun qo'shningiz oldi, siz olmadingiz degani darrov adolatsizlik degani emas. Balki uning holati boshqa mezonga tushgandir. Lekin siz ham o'zingizning holatingizni tushuntirib ariza berishga haqlisiz. Ikkinchidan, yordam avtomatik tushmasligi mumkin. Ba'zi to'lovlar avtomatik bo'ladi, ba'zilari ariza asosida. Agar ariza kerak bo'lsa, odam hujjat topshirmasa, yordam ko'rib chiqilmaydi. Meni ro'yxatga kiritishmagan deb xafa bo'lishdan oldin mahalladan yoki ijtimoiy himoya bo'limidan tartibni so'rang. Uchinchidan, maqsadli yordam bo'lsa hisobot so'ralishi mumkin. Masalan, davolanish uchun berilgan mablag' dori yoki tibbiy xizmatga sarflangani tasdiqlash kerak bo'lishi mumkin. Shuning uchun chek, shartnoma, retsept, shifokor tavsiyasi, to'lov, kvitansiyalarni tashlab yubormang. Bugun kerak bo'lmasa ham ertaga kerak bo'lib qolishi mumkin. To'rtinchidan, bank kartasi masalasi. Agar pensionerning kartasi bloklangan bo'lsa, muddati tugagan bo'lsa yoki pin kod esdan chiqqan bo'lsa, oldindan bankka murojaat qiling. Pul tushgandan keyin karta muammosi bilan yugurish qiyin. Keksalar bankka borganda yonida ishonchli yaqin odami bo'lgani yaxshi, lekin karta kodi va SMS kod baribir faqat egasining o'zida qolishi kerak. 5-dan, ro'yxat va hujjatlarda xatolik bo'lishi mumkin. Familiya noto'g'ri yozilgan, manzil eski, telefon raqami almashgan, pasport ma'lumotlari yangilanmagan bo'lsa, to'lov yoki xizmat kechikishi mumkin. Men ko'p holatda muammo pul yo'qligidan emas, hujjatdagi mayda xatodan chiqishini ko'rganman. Endi nima qilish kerakligini aniq aytaman. Birinchi qadam, mahallaga boring yoki mahalla raisi, xotin-qizlar faoli, hokim yordamchisi, ijtimoiy xodim bilan bog'laning. 1 avgustdan keksalarga beriladigan 1,5 million so'mlik yordam bo'yicha bizning hududda qanday tartib bor? Kimlar ro'yxatga olinadi, ariza kerakmi deb aniq so'rang. Umumiy gap emas, aynan tartibni so'rang. Ikkinchi qadam, tuman yoki shahar ijtimoiy himoya bo'limidan ma'lumot oling. Agar yordam ijtimoiy himoya tizimi orqali berilsa, asosiy tushuntirishni o'sha yer beradi. Telefon orqali so'rasangiz ham bo'ladi. Lekin imkon bo'lsa, yozma ariza bilan murojaat qilgan yaxshi. Yozma murojaatda mening ijtimoiy holatimni o'rganib, mavjud yordam turlari bo'yicha tushuntirish berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. 3-qadam. Hujjatlarni tayyorlang. Odatda pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi yoki pensiya olishni tasdiqlovchi ma'lumot, nogironlik bo'lsa guvohnoma, tibbiy hujjatlar, dori retseptlari, kommunal qarz kvitansiyasi. Yolg'iz yashash holatini tasdiqlovchi ma'lumot kerak bo'lishi mumkin. Har bir hududda talab farq qilishi mumkin, lekin asosiy hujjatlar shular atrofida bo'ladi. 4-qadam, xarajat rejasini tuzing. Pul tushsa yoki yordam ajratilsa, oldindan yozib qo'ying. Qancha dori, qancha oziq-ovqat, qancha kommunal to'lov, qancha tibbiy tekshiruv. Masalan, 1 million so'mni shunday taqsimlash mumkin. 60 ming so'm dori-darmon, 400 ming so'm oziq-ovqat. 300 ming so'm kommunal to'lov, 200 ming so'm tibbiy tekshiruv yoki uy uchun zarur mayda ta'mir. Bu faqat misol, har kimning holati boshqa. Muhimi, pul yo'qolib ketmasin, aniq ehtiyojga ishlasin. 5-qadam. Hamma to'lov va xaridni imkon qadar rasmiy qiling. Dorixonadan chek oling, kommunal to'lov kvitansiyasini saqlang, shifokor tavsiyasini olib qo'ying. Agar keyin pul nimaga sarflandi degan savol tug'ilsa, sizda javob bo'ladi. Bu ayniqsa qarindoshlar o'rtasida tushunmovchilik chiqmasligi uchun ham muhim. 6-qadam. Firibgarlardan ehtiyot bo'ling.
hech kimga karta parolini aytmang. SMS kodini bermang. Telefon orqali arizangizni tezlashtirib beraman degan odamga pul o'tkazmang. Uyga kelgan notanish odamga hujjatning asl nusxasini berib yubormang. Agar kimdir o'zini rasmiy xodim deb tanishtirsa, guvohnomasini so'rang. Mahallaga qo'ng'iroq qilib tekshiring. Men farzandlarga ham alohida murojaat qilaman. Ota-onangiz pensioner bo'lsa o'zi biladi deb qo'ymang. Lekin hammasini men hal qilaman deb ularning pulini nazorat qilib olish ham to'g'ri emas. Eng yaxshi yo'l: birga o'tiring, ehtiyojlarni yozing, hujjatlarni tekshiring, mahallaga birga boring. Agar ota-onangiz telefon ishlatishni yaxshi bilmasa, ularga firibgarlar haqida tushuntiring. SMS kodini hech kimga aytmang. Notanish havolaga kirmang. Telefon qilgan odamga karta raqamini bermang deb qayta-qayta ayting. Agar ota-onangizning dori ro'yxati bo'lsa, bir joyga yozib qo'ying. Qaysi dori qachon ichiladi, qancha turadi, qaysi shifokor yozgan. Bularni bilish kerak. 1 million so'mlik yordam yoki boshqa moddiy yordam kelganda, birinchi navbatda ana shu real ehtiyojlar yopilsin. Chunki keksaning sog'lig'i yomonlashsa, keyin xarajat ham ko'payadi, oilaning tashvishi ham ortadi. Yana bir masala: ba'zi oilalarda pensionerning kartasi farzandida turadi. Agar bu pensionerning roziligi bilan unga yordam berish uchun bo'lsa ham, hamma narsa ochiq bo'lishi kerak. Har oy qancha pensiya tushdi, nimaga sarflandi, qancha qoldi, buni ota yoki ona bilsin. Bu ishonchni saqlaydi va kelajakdagi nizolarni oldini oladi. Ko'pchilik so'raydi, bu pulni naqd olsa bo'ladimi? Javob shunday tartibga bog'liq. Agar moddiy yordam karta orqali berilsa, bankdan yechish mumkin bo'lishi mumkin. Agar maqsadli xizmat bo'lsa, naqd berilmasligi mumkin. Shuning uchun aniq javobni hududingizdagi mas'ul idoradan oling. Yana savol: men pensionerman, lekin farzandlarim bor. Menga beriladimi? Bu ham mezonga bog'liq. Farzand borligi yordamni butunlay inkor qilmasligi mumkin. Lekin ijtimoiy holatni baholashda hisobga olinishi mumkin. Agar farzandlar moddiy yordam bermasa, siz yolg'iz yashasangiz yoki sog'lig'ingiz og'ir bo'lsa, buni arizada aniq yozing. Yana savol: qo'shnim oldi, men olmadim, nima qilaman? Avval sababni aniqlang. Mahalladan ro'yxatga kiritish mezonlarini so'rang. Agar o'zingizni haqli deb bilsangiz, yozma ariza bering. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Yozma murojaatga javob berilishi kerak. Yana savol: pulni kommunal qarzga ishlatsam bo'ladimi? Agar yordam erkin moddiy yordam bo'lsa, ha, bu oqilona yo'nalishlardan biri. Lekin agar yordam faqat davolanish yoki dori uchun ajratilgan bo'lsa, unda kommunal to'lovga sarflash mumkin bo'lmasligi mumkin. Yana savol: dori olsam, qaysi dorini olish kerak? Men shifokor bo'lmagan odamning tavsiyasi bilan dori olishni maslahat bermayman. Oilaviy poliklinikaga boring, shifokorga ko'rining, retsept oling. Ayniqsa qon bosimi, yurak, qand, buyrak dorilarida o'zboshimchalik xavfli. Men bu mavzuda eng katta xavfni ikkita joyda ko'raman. Birinchisi mish-mish. Odamlar bir-biridan eshitadi, keyin navbatlar paydo bo'ladi, mahallaga bosim bo'ladi, kimdir asabiylashadi. Aslida esa tartib boshqacha bo'lishi mumkin. Shuning uchun rasmiy ma'lumotni kutish va tekshirish kerak. Ikkinchisi firibgarlik. Prezident puli tushadi. Ro'yxatga kiritaman, kartangizni faollashtiraman, arizangizni tezlashtiraman degan bahonalar bilan odamlarning pulini yechib olish holatlari uchraydi. Ayniqsa keksalar ishonuvchan bo'lishadi. Men yana takrorlayman: SMS kod, karta paroli, bank ilovasi kodi. Pasport nusxasini notanish odamga bermang. Rasmiy idora hech qachon telefon orqali sizdan maxfiy kod so'ramaydi. Demak, 1 avgustdan qariyalarga 1 million so'm masalasida eng muhim narsa shuki, avval tartibni aniqlash kerak. Bu yordam hammaga avtomatik beriladimi yoki faqat muhtoj keksalargami? Naqd pulmi yoki xizmatmi? Erkin sarflanadimi yoki maqsadlimi? Bularni bilmasdan xulosa qilish noto'g'ri. Agar yordam sizga tegishli bo'lsa, uni eng zarur yo'nalishlarga ishlating. Dori-darmon, tibbiy tekshiruv, oziq-ovqat, kommunal to'lov va uy xavfsizligi. Men sizga tavsiya qilaman, bugun hujjatlaringizni tekshiring. Mahalla yoki ijtimoiy himoya bo'limidan tartibni so'rang. Xarajat rejasini yozib qo'ying va firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Farzandlar esa ota-onasiga yordam bersin, lekin ularning pulini o'z ehtiyojiga ishlatmasin. Sizning hududingizda bu yordam bo'yicha qanday ma'lumot berilyapti? Mahallada tushuntirish bo'ldimi? Ro'yxat tuzilyaptimi? Ariza so'ralyaptimi? Fikringizni izohlarda yozing. Boshqalarga ham foydasi tegadi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring, chunki bu ma'lumot har bir pensioner oilasiga kerak bo'lishi mumkin.